Assalomu alaykum aziz mebel kuzatuvchilari. Yana bir zakazlarimizni o'z vaqtida tayyorlab yetkazib berdik. Soatimiz 00:37 da o'rnatib beryapmiz to'yxonamizga. 300 kishilik tayyorlab berganmiz. Sifatlari juda ham a'lo darajada, model medalyon fasondan bo'lgan. Bu fasonimizni o'zimizni Bag'dod tumaniga tayyorlab berdik. Ranglari shunaqa seriy ranglar qilib berganmiz. Mijozimizni o'z xohishlaridan kelib chiqib xon taxtalarimiz 1.50 ga doira bo'lgan, betiga taxtafanaga qo'yib berganmiz. Laklari juda ham moshni bo'lgan. Xonlarimiz shu konusli tayyorlab berganmiz. Juda ham baquvvat. Mana ustiga chiqib ko'rsatib beramiz. Mana bemalol sakrasa ham turaveradi. Bu stollarimizni ham mana bitta sifatlarini ko'rsatib beramiz. Mana bunday qilib, mana orqalariga chiqib bemalol hech nima qilmaydi. Juda ham zo'r. Taglari boltga ega bo'lgan, mana ko'rsatamiz. Taglari boltga ega bo'lgan, aylana kashakli, boltlari shu yechilib ketmaydigan tagini MDF qilib berganmiz to'yxona bo'lganligi uchun. Endi Xitoyda sifati O'zbekistonda bir ko'rib baho berasizlar. Gubkalari juda ham qalin qilib qo'yib berganmiz. Plotnislari ham bu qattiqligini ham qaranglar, uncha-munchaga cho'kib o'tirib qolmaydi gubkalari. Profillari shunaqa 2 ga 2 bo'lgan, oyoqlari 2,5 ga 2,5. Arqaga mana bunday tashab o'tirsa ham inshaalloh hech nima qilmaydi. Mana bunday bitta oyog'ida o'tiradigan bo'lsa ham baquvvatliklari juda ham baquvvat. Sifatlari juda ham zo'r. Mana bunday o'tirganda juda ham bagati bo'ladi. Mana bunday odam o'tirganda. Agar sizlarga ham shunaqa stol-stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zingizning to'yxonangiz bo'lami, o'rtog'ingizni, tanishlaringizning to'yxonasi bo'lsa, bu videoni o'shalarga yuborib qo'yasiz. Juda ham sifatli tayyorlab beramiz. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.